Bu kod orqali sizga hech kim telefon qila olmaydi, lekin siz xohlagan odamingizga telefon qilsangiz bo'ladi. Buni hozir qanday qilishni o'rganamiz. Buni yoqish uchun biz yulduzcha 21 yulduzcha 4 ta 7 reshotkani bosib gudokni bossak, sizlarda yonadi, menda yonmaydi, sim kartam yo'q. Bu funksiyani yoqqaningizdan keyin kimdir sizga telefon qilsa, gudok ketmasdan oldin o'chib qoladi. Kim telefon qilsa ham, lekin siz telefon qilaverasiz xohlagan odamingizga. Endi buni o'chirish uchun ikkita reshotka 21 reshotka qilib yana gudokni bossangiz bu funksiya o'chadi. Sinab ko'ringlar. Kimda o'xshagan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Qaysi kompaniyada o'xshadi, qaysi kompaniyada o'xshamadi, shuni ham yozib ketinglar ma'lumot uchun.